La'nati bo'ldi, shuncha qazidim, charchab ketdim, to'g'risi bo'ldi. Barchaga salom, sizlar bilan men Husan Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar bolalar. Kiruvchi mana bu yerda kiruvchi oltin topayotganim izminlar, ya'ni shu narsalar. Bilasizlar-ku bolalar, ozcha izm topish juda ham qiyin. Shuncha ham qidirib yurgandim. Qaranglar, shuncha o'tib kirgan, o'sha buzlay deb qoldim. O'shanga o'sha bo'ldi, topolmayman to'g'risida. Shunga ketaverayman deb turgandim. Bo'ldi. Anchadan beri, ancha emas, endi bar video qilmay qo'ydim, necha kun ham. Eslolmayman, ya'ni. Lekin tez video chiqarishga harakat qilyapman. Avobda uyga boraman, bo'ldi, charchadim. Bo'ldi, ishonasizlarmi, shu shaxtada 2 kundan beri yuribman. Ishonaveringlar, bo'ldi. 2 kun o'ylayveringlar, vashshi. Odam charchab ketdi. Mana nihoyat yorug'lik. Bo'ldi. Mana fakirlar olib qo'yaylik. Qo'ylar, mana mening qishlog'im. Let's go. Let's fucking go. Tushunmadim. Qishloqlarmi? Nima? Bo'ldi. Qishloqlar nimaga mening uyimda yonib? To'g'ri. Bekin olmasin. Nima qilishyapti meni uyimda? Tushunmadim. Nimalar gaplashib turishibdi. Sekin. Nima? Tushunmadim. Hamma qishloqlar mening uyimdami? Hamma qishloqlar mening uyimda turibdi. Qaranglar mana. Voy, nima qilishyapti tushunmayapman. Yo'q. Aniq bir gap bor bu yerda. Sekingina hozir menimcha sekingina qaraylikchi. Bo'ldi, meni uyimni oldida qishloqlar nima qilyapti? Bo'ldi. Qayerdan kelib qolishdi? La'natlar. Bo'ldi, tushunmayapman vashshi. Qishloqlar nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Bir narsa qilayotganida aniq desam ketib o'tishibdi-yu. Qarang. Ketib o'tishibdi. Tushunmadim bo'ldi. Vashshi tushunmadim-da. Mening uyimda nima balo bor? Nima kompyuterimni chiqarishdim desam, o'chik-ku. Kompyuterim o'chik. Nimani deyishdi bo'lmasa? Vashshi tushunmayapman-chi. Mayli, nima bo'lsa ham. Mayli. O'zimga ozgina ichgani bunday olib kelay. Ichgani ozgina suv mazza qilib. Yomon charchab ketdim bo'ldi. Ertaman qornim ozgina anday ombordan to'ydirib kelaman. Mana bularni qaranglar. 5 ta tovuq, 5 ta kotlet, bitta tort. Bugun meni omadim bor. Ketdik hozirroq uyga borib, hozirroq uyga borib mazza qilayman yoki qo'shnimni chaqirsammikin, mazza qilib ikkalamiz yeymiz. Qishloqlar, ikkita nima? Yana meni uyimga kirishdi. Ani qaydib chiqaraman. Biraslar gaplashyapti. Hozirroq bekin hisobga kelib qolmasin, tezroq bekitib ketishimiz kerak. Hop, hozir bekitayapman-ku. Ko'ryapsanmi? Nimani bekitishyapti? Meni bekitishga nima bor? Hozir to'xtab tur. Bo'l tezroq. Hisoboyni qishloqqa kelganini ko'rgandim, hali omboriga kirib ketdi. O'shga tezroq ketib qolish kerak. O'limiz kelib qolsa, tutib qolsak o'lamiz. Nimalar qilishyapti tushunmayapman. Hozir ozgina bekilib qolamiz. Sekin ketishni kutamiz. Ozgina ketishlar keyin videoni yoqaman. Qo'llarim ketib o'tdi. Endi tushunmayapman, nimalar qilishyapti. Yomon asabimni o'ynayapti-chi bola. Meni uyimda nima bo'lishi mumkin? Qaranglar.
hech narsa yo'q-ku, nimani tekshirishdi? Bir narsani bekitishmi? Yo'q, hamma yoq joyida. Izimliklarga ham tosh deyishmagan. Mayli nima bo'lsa ham men tortimni maza qilib yeyman. Bularimni hozircha sandiq so'qaman. Baribir уже yeya olmayman. Mana bularni ham solib qo'yish kerak. Hop. Mana bular. Hop, solib qo'ydik. Hamma qilamiz. Aytgancha hozir bir to'xtab turinglar, bola. Eslab qoldim. Qishloqlar bir narsani aytishayotgandi. Bir narsani bekitishim kerak deyotgandi. Tezroq bekit, qishloq kelib qolmasin deyotgan. Nimani bo'lishim? Yer tagidamikan? Chiqib ko'rish kerak. Nima? To'xtanglar. Bu oq narsa nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bu? Qayerda bola? Tushundim. Ular aniq meni uyimni tagida bir narsalarni saqlashyapti. Shukrichi. Wow. Nima? Baza? Wow! Izumrud. Bola, izumrud? Ya, moya. To'xtaylar. Mana bu nima? Hammasi temirdanmi? Baza. Bola, mana bu. Izimrudlarni qaranglar, bola. Hammasini shirib ketmasam bo'lmaydi. Hozirroq hamma izimrudlarni olaman. Tushundim. Ular nima deyishayotganini endi tushundim. Endi afsuslanishadi. Men uyim tagida shunchadan beri anday qidirib yuribman, lekin mening uyim tagida shunchalik katta izimrudlar menday g'ori borligini endi bilibman. G'ormasa endi kon. Hozirroq yaramas qishloqlar hammasini o'zimga olaman. Yaramas o'zlariga foyda qilib olishyapti. O'zimga olib qishloqlarni kunini ko'rsataman. Yaramas qishloqlar meni aldabdi, hali meni aldashdi ham ko'rsataman. Aytdim nima bo'lar shunaqa deb. Ko'ramiz hali. Yaramaslar. Bola, aytdim bular juda g'alati deb. Hozirroq hammasini yig'ib olaman. A few moments later. Bola, mana buni ko'ryapsizlarmi? Yes. Bola, endi men boyvachchaman. Turstak izumrud. Mazada endi. Короче, hozirroq bu yer yopmaymiz, короче, tepaga chiqamiz. Hech narsani bilmaymiz. Qishloqlar nima qilganini ham, men nima qilganimni ham bilmayman. Tortni ozroq yeb qo'ydim. Mazza ekan tortim. Xo'sh, короче, izimrudlarni olamiz va sekingina suramiz. Albatta, qishloqlar hozir kelishi mumkin. Kutib turamiz. Albatta, qishloqlar keladi. Bola, hayajonlanib ketyapman. Izimrudlarimiz qani? Ana. Bola kelishdi. Xo'sh, hozirroq sekin qayergadir o'tib olishim kerak. Mayli, u meni uchun ko'rishmayapti meni. Hop. Qayerda yo'qolib qolishdi? Qanday hamma izimrudlar yo'qolib qoladi? Hisobga kelmagandi. Anday men ko'rganda hisobga kirganda, u tekshirmaganda ham qanday qilib yo'qolib qolishi mumkin? Hamma izimrudlar qayerda yo'qolishi mumkin? Endi zo'rga topgandik-a. Yaramas. Qayerdan aniq hisob olgan? Yo'q. Olgan. Ha, bola, ko'ryapsizlarmi? Bo'pti, bola, hozir xayrlashmasak bo'lmaydi. Hozir qishloqlar meni ko'rib qolsa, sira so'rashadi. Yana kameram buzilib qolmasin, qo'yinglar. O'shuncha ham xayrlashib, keyin ular bilan gaplashib olaman albatta. O'shuncha meni aldash yomon. Bo'pti, keyingi videomda ko'rishuncha hammaga xayr. Kanalimizga obuna bo'lib, like ham bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men Husanboy bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishuncha hammaga xayr.